hujum chizig'idagi eng asosiy futbolchi baribir va bizning darvozabonimiz ushbu to'pga hozir qarshilik ko'rsatadi. Balkim olar, seyf qilar, hayron qoldirar hammani. Saralashda ikkita seyf ko'rgandik. Ruxsat. Sal qoldi. Qaytargandi-yu, faqat yarimta gol bo'ldi. Chunki va yarimta seyf bo'ldi. Ikkinchi qavatda kurashishga. Hatto Niderlandiya o'ynayotgan bo'lsa ham ikkinchi qavatda urib oladi deb hisoblashyapti. Bitta Doston. Voy, yana Doston. Sherzod, shu yerdan. Shu yerdan. Yoqin kombinatsiya. Mazgavoy. Yaxshi imkoniyat. Igor! Bir gol. O'yindan urdik. Niderlandiyaga. Yaxshi. Ana hujum va ana hujumchimiz. Igor epizodni topda bitta teginishda hal qildi o'z uslubida. Qoyil. Himoyada yotib olmaydimi Gollandiya deganlari biz vaziyatdan foydalanamiz. Endi maqtansa bo'ladigan daqiqalar urib oldik. Vaqtda hozir ayni vaqtda emotsiyalarni chiqarib olaylik biz ham. Penaltini evaziga olgan vaziyatimiz. Ikkita o'yindan beri kutayotgan golimizda emotsiyalarni chiqarib olaylik do'stlar, to'g'ri tushunasiz? Ya bu arziydi. Ajoyib. Yo, offside. Zo'r. Hammasi yaxshi o'ynaldi va raqib oyog'ida keldi. Qoyil, Somerville. Barobar. Xo'sh, endi Niderlandiya nima qiladi degan savol. Aqlli o'ynaganini qarang, Sergeyev darvozabonni kar. Zarba yo'llandi va noto'g'ri tepdi deyapti. Ko'raylik buni ham bir. Endi ikkita penalti bilan yutdilar endi. Ketishi mumkin Niderlandiya. Nimaga e'tiroz bildirdi hozir? Sakrab turdi, tepdimi bir qanaqadir? Yo'q. Hammasi joyida. Tayanch oyog'i ko'tarilib ketmadimi oxiri? Mana bu yerda hop.